Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, marhamat. Sigirimizni bu o'zbekcha varianti. Agar kimda-kim tojikcha variantini, videoni tojikcha variantini ko'rmoqchi bo'lsa, kanalimizga o'tsalaring, kanalimizda xuddi shu videoni yo tepasida, yo pastida chiqib turgan bo'ladi. Ko'raverasizlar. Azizlar, bu sigirimiz, qisqa ma'lumot berib o'tamiz. Sigirda 6 litr sut bor, sog'amiz, qolgani balasiga qoladi. Balasi 2,5 oylik buzov. Sigir o'zi tishi 2 kurak, birinchi tug'ish hali qochmagan, hali novosga qo'yilmagan. Endi bu ma'lumotlarni aytib bo'ldik. Sizlarga endi buni yuvishligini ko'rsatamiz. Mana. Biron kamchiligi yo'q. To'rtta soskasi ham ishlaydi. Soskalarni biron joyida biron bir yara, biron bir kamchiligi bor, nuqson yo'q. Bemalol sotib olsalaring bo'ladi. Mana sut oqishi, boshqa solmaymiz. Molni orqalaridan boricha ko'rsatib o'tamiz. Mol hali birinchi tug'ish, lekin bo'yi, basti juda ham yaxshi azizlar. Sotib olsangiz, xudo xolasa baraka topadigan mol. Balasi ham yaxshigina. Mana balasi 2,5 oylik buzovga juda ham yaxshi azizlar. Sutdan qolmagan, sutni lekin hammasini ham yemagan. Agar hammasini yemaganda juda boshqacha bo'ladi. Sigir buzoqchani mana orqalari ancha kelishib qolgan, limuzin parodasiga o'xshab, lekin bu o'zimizning ko'kat parodasi. Yana ma'lumot azizlar. Sigir Spitamen nohiyasini Kurkat qishlog'ida joylashgan Toshtepa zonasida. Telefon raqamlarini videoni tagiga yozib qoldiramiz. Xaridorlik qilishlaring mumkin, bemalol sotib olishlaring mumkin. Mana biron kamchiligi yo'q mollar. Hayır, salomat bo'linglar azizlar. Keyingi videolarimizda kutib qolamiz.